Mendan ko'pincha yaqinlarim, do'stlarim, tanishlarim so'rashadi. Toshkentning qaysi rayonidan ijaraga uy olsam bo'ladi yoki uy xarid qilsam qulayroq deb so'rashadi. Men Toshkentning Yunusobod rayonida turganim uchun menga Yunusobod rayoni juda ham yoqadi. Sababi Yunusobod tinch joy. Shuningdek, Yunusobodda restoranlar, kafelar, ko'ngilochar joylar ko'p. Transportda yuradiganlar uchun ham xohlagan turdagi jamoat transportlari bor. Metro deysizmi, avtobus deysizmi? Ha, aytgancha Toshkentning Yunusobod rayoni 2021-yildan beri ishlayotgan Kvartala Yunusobod nomidagi reklama agentligi bor. 2025-yil hisobida ularning bazalarida juda ham ko'plab uy variantlari bor. Bir xonalikdan tortib 5 xonalikgacha xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu reklama agentligi xarid qilmoqchi bo'lgan uyingizni rayondan tortib uy manzilingizgacha yaxshilab tanishtirishadi hamda notarius xizmatlarida ham sizga yordam berishadi. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.